Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. 1 yil muqaddam Braziliyada yangi Cobalt namoyish qilingan edi. Aslida ushbu sodda va ancha arzon bo'lgan birinchi galda rivojlanayotgan mamlakatlar bozori uchun mo'ljallangan sedan Lotin Amerikasi avtomobilsozlari tomonidan barpo etilgan. Shunga qaramay, tashqi ko'rinishi sezilarli yaxshilangan sedan Janubiy Amerika mintaqasida boshqa hududlarda hozircha paydo bo'lgani yo'q. Va nihoyat, yaqinda internet tarmog'ida Shein O'zbekiston kompaniyasining Asakadagi zavodiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Bu yerda yangi Cobaltni ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Aytish joizki, gap Chevrolet savdo belgisi ostida avtomobillar ishlab chiqarish ko'zda tutilmoqda. Shein O'zbekiston zavodi ichki bozor uchun shu belgidan foydalanadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar Rossiyaga Ravon savdo belgisi bilan yetkaziladi. Shunga ko'ra Cobalt bu Ravon 4 hisoblanadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, ilk avlod sedanlari Rossiyaga yaqinda yetkazib berila boshlagan hisobga olinsa, yangisi haqida o'ylash hali erta deyish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.